Men Suyun va Shamsqamar surxondaryolik yosh ijodkorman. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasiman. Men bir qancha xalqaro tanlovlar va festivallar g'olibasi hamdirman. Ijodkor va rassom sifatida esa bir qancha ko'rgazmalar muallifi va ishtirokchisi hamdirman. Yaqinda Amazon platformasida ingliz tilidagi Image of a Woman nomli ingliz tilidagi to'plamim sotuvga chiqarildi va nashr etildi. 2024-yilda men kabi yosh ijodkorlarga davlatimiz rahbarining bergan o'zgacha e'tibori, tashabbuslari va qo'llab-quvvatlovi natijasida Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qabul qilib olganim, o'ylashimcha hayotimdagi eng muhim burilishlardan biri bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Har gal men o'zimni ustimda ishlayotganimda menga berilgan bu ishonch nafaqat Shamsqamarniki, bu biz bilan birga orzu qilayotgan, hali ovozi eshitilmagan, ammo yuragi yonib turgan barcha o'g'il-qizlarniki, yoshlarning ovozi hamdir. Men ularning timsoliman. Biz Yangi O'zbekiston yoshlari bejizga mamlakatning oltin fondi deya baralla aytilmaymiz. Negaki bizga yaratilayotgan imkoniyatlar va e'tiborlarning sanog'i yo'qdir. Men rassomman, men shoiraman. Men o'zligini ijod orqali izlayotgan o'zbek qiziman, Surxon qiziman. Yaqinlashib kelayotgan 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan barcha tengqur yoshlarimni chin dildan muborakbod etaman.